Bolalardagi tez-tez shamollashlar, tomoq bulg'alishlarini psixosomatikasi haqida gapirib o'taman. Yaqinda shunday savol bo'ldi. Farzandlarimni tomog'ini qancha ehtiyot qilmay, ularni to'g'ri parvarishga harakat qilmay, to'g'ri parvarishlashga, lekin tomog'ida tez-tez muammolar kuzatiladi. Ya'ni tomog'i bo'g'ilishi, angina chiqishi ko'p uchraydi farzandlarimda deb savol berganlardi. Qarab ko'rganimda farzandlar 4-5 yosh ekan. Ya'ni men buni tibbiy nuqtai nazardan gapirmoqchi emasman. Bu kasallikni psixika, psixosomatika bilan aloqador joyini aytib o'taman. Farzandlardagi har qanday holat, ayniqsa 5-6 yoshdan kichik va shu yosh atrofidagi bolalardagi holat bu onani holatini ko'rsatib turadi. Men shunda ularga savol berdimda, siz o'zingiz oilada qanaqasiz? O'z ayol sifatida, oila a'zosi sifatida turmush o'rtog'ingiz bilan munosabatingiz qanaqa? O'z fikringizni erkin gapira olasizmi? Erkin ichingizdan kelgan yuragingizdagi gaplaringizni ayta olasizmi? Ovozingizni bemalol qo'yib, xafa bo'lgan paytlaringizda xafagarchiligingizni bildira olasizmi deganimda, albatta yo'q javobini berdilar. Chunki oilam tinchligi uchun o'zimni bosaman. O'zimni judayam nima deydi, tinch holatda ushlashga, oilani muvozanatini ushlab turishga harakat qilaman deb javob berdilar. Bu holat shuni ko'rsatyaptiki, ya'ni ona o'zini bo'g'ziga kelgan ovozni bo'g'yapti. Shu yeringizga kelganda bo'g'asizda, to'xtatasiz. Aql ishlaydi, tarbiya ishlaydi, nimalarnidir o'ylaysizda. Lekin bu og'riq yotavermaydi-ku, u qayerdandir chiqib ketishi kerak. Yo o'zingizni tomoq bo'g'ilishingiz orqali yoki farzandlaringiz tomog'i bo'g'ilishi orqali sizga aks ettirib ko'rsatib beriladi.